Bu miros qandoq taqsimlanadi? Savol. Assalomu alaykum. Bir qarindoshimiz vafot bo'ldi. Uning qoldirib ketgan mol dunyosi ma'lum miqdorda naqd pul, bir necha uy, ma'lum miqdorda tijorat tovarlari va boshqalardan oladigan elishidan iborat bo'lib, qoldirgan varislari bir ayoli, 4 er va bir qiz, bir tuqqan qarindoshlar bor. Bu 5 bir tuqqan bu yerda emas, vatanda. Marhumning ota-onasi yoki farzandi yo'q. Bundaqda shariat ko'rsatmasi bo'yicha ularga mazkur miros qanday taqsimlanadi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamdu sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga, oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud va salomlar bo'lsin. Marhum qoldirgan miros ma'lum miqdorda naqd pul, bir necha yurish uy, ma'lum miqdorda tijorat tovarlari, boshqalardan oladigan elish qatorliqlar bo'lib, mirosxo'rlari bir ayoli, dadi bir, ona bir, 4 er qarindoshi, dadi bir, ona bir qiz qarindoshidan iborat. Bular tuvandagicha taqsim qilinadi. Birinchi, oldi bilan boshqalarga beradigan qarzi yoki berilmay qolgan zakotlar bo'lsa beriladi, vasiyati bo'lsa ijro qilinadi. Alloh taolo mundaq deydi: bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarzi to'lanib bo'lgandan keyin elib beriladi. Miros qoldiruvchi odamning vasiyati miros egalariga ziyon yetkazmaydigan bo'lishi kerak. Bu Alloh tarafidan qilingan tavsiyadir. Alloh hammani bilguchidir, halimdir. Amriga xiloflik qilganlarni jazolashga aldirab ketmaydi. Niso surasi 12-oyat. Birinchi, bu ahvolda ayoli mirosxo'r bo'lg'achqa iddat nafiqasi berilmaydi. Ayoli iddat mazgilida xarajatlarni mirosdan qiladi. Ikkinchi, marhumning farzandi bo'lmaganlikdan ayoliga butun mirosning 4dan 1 tegadi. Alloh taolo mundaq deydi: agar sizlarning bolalaringlar bo'lmasa, bu chaqda ayollaringlarga sizlar qoldirgan mirosning 4dan 1 ulushi tegadi. Agar sizlarning bolalaringlar bo'lsa, bu chaqda ayolinglarga sizlar qoldirgan mirosning 8dan 1 ulushi tegadi. Niso surasi 12-oyat. Uchinchi, meyitning dadi bir, ona bir hamshirisi bilan billa dadi bir, ona bir 4 qarindoshi asib tuqqanlar bo'lib, meyitning ayoliga butun mirosning 4dan 1 berilgandan keyin eshib qolgan mirosning hammini bir o'g'il, 2 qizning barobar bo'yicha oladi. 4. Taqsimot qulay bo'lishi uchun butun miros 24 ulushga bo'linib, buning 4dan 1 bo'lgan 6 ulushni ayoli oladi. Qolgan 18 ulushni 4 qarindoshi, har biri 4 ulushni, bir hamshirisi 2 ulushni oladi. 5. Naq mol, nisi o'tna va uy mulkni bo'lishda oldi bilan uylarning bahosi bichiladi. Andan mazkur mirosxo'rlar o'zaro kelishib, ba'zilar biror uyni, ba'zilar molni, ba'zilar naqd pul, ba'zilar nisi qarzni olsa bo'ladi. Kelisholmasa, ulushlarga bo'linib, chek tashlab taqsimlansa bo'ladi. 6. Bu yerda yo'q 5 qarindoshi uchun bir omonatdor vakil turg'iziladi. Vakil ularning nisibasini topshirib oladi va buningga guvohchilar shohid bo'lib hujjat qoldiriladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.